Ana akajonim hammamiz ayajonim bilan dars berganmiz. ovchi buloqqa keldik ayajon. Ovchi buloqdamiz. Mana shu chizganlar dadang ovchi buloq. O'sha kartina yo'q ekan-da uyda. Nima deydi o'sha kartina? Ovchi buloq kartinasi kimgadir berishganda. Kartina esimda. O'rtada bunaqa daraxt bor edi, kesib tashlash shekilli. Unda o'rtada daraxt bor edi. Kechib ketgan. Siz qayda ko'rgansiz? Ya, qo'shiq aytib klip olgansizlar shu edi. Yo'q, rasm chizganlarni ko'rgan ekanlar. Men esimda beda klip olganimiz. Rasmni ko'rmaganman men. Yo, endi odamlar sindoshlar o'tiradigan. Ikkita stol qurishdi. Chiroyliligini qaranglar. Andijonimni sinfdoshlari. Assalomu alaykum. Mazani yaxshimi? Sizlar sizlarni ovora qildi-da. Akimjon siz nomisiz? Yashanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jimisizlar, charchami? Andijon sinfdoshlari, ana sinfdoshlar bir bo'lishdi. Assalomu alaykum. Meni o'g'limda bu o'qitganman. Mana shu katta ko'niman. Ha, zo'r-ku. Anjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Shuncha chiroyli joy. Ovchi buloqda mazali oshlarni yeb o'tiribmiz. Risi zo'r chiqibdi. Namanganskiy plov. Acham. Jizzamangi spetsialno formi olib kelishdi. Yo'q, zo'r joy ekan, salqi. Ha, Mahmud sir. Very good. Good job. Okay. Kimga yana? O'z hindni bo'ylaydi ko'pchilik sizni. Bular amakim, adammi, yagona ukalari. Ko'pgina o'g'il tug'yirmabsiz-chi? Ko'pgina o'g'il tug'yirmagan ekansiz. Ajoyib sifatli klip ko'rsatdi. Chek kuldirma. Yo'q, boshqa. Andijonimning ikkinchi maktablari musiqa san'at maktabi. Mashqi, keyin maktablarini o'qishlarini davom ettirganlar. Rassomlik sohasida. Televideniyamiz kelishyapti. Yana akajonlarim tayyorlanishyapti. Hozir kiramiz. Shuni chiroyli kutib olishdi. Gullar bilan. Krasivo. Maza qilamiz bugun. Nasishniy deng bo'lyapti o'zi. Mana namanganliklar